Ko'rib turgan giyohimiz rastropsha. Buni oddiy dorixonalarda turli xil savdo belgilari bilan sotiladi. Asosiy foydalanishligi o't, jigar, hazm qilishdagi muammolar, yallig'lanishni oldini olish, davolashda xalq tabobatida, ya'ni qush qo'nmas giyoh sifatida uni choy qilib damlab ichiladi. Bugungi mijozimiz uchun qilib bergan ishimiz Attabi brendi, ya'ni uni hozir mana ko'rayotgan bo'lsangiz mahsulotlar avvalgi ko'rinishligi dizaynda biroz muammolari bo'lgan va imkon qadar biz buni yaxshilab berishga harakat qildik va yangi ko'rinishga olib keldik. Va hozirgi holatida mana bunaqa ko'rinishga keldi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz yondagi ma'lumotlarni ancha tartiblab, chiroyli holatga keltirishga harakat qildik va qo'shimchasiga polkada odatda bunaqa brenddagi mahsulotlar odatda bir xil yonmachasiga ko'rinadi. Biz qo'shimcha sifatida mijoz bilan maslahatlashib, tikka holatda bundan turishligi va yonida mana qo'llanishligi tarkibiy qism va mana bitta qiziq jihati boshqa ta'mlarni ham sinab ko'rishlik haqida mana kichik bir nima berib ketdik. Va shu holatga keldi. Mana bizda boshqa lavandalikligi bor. Lavandalikligi ham xudo xolasa chiroyli chiqqan. Mana bu ko'rinishda. Va bu yerda mana bizda papaya mahsulotligi ham bor. O'zi mana ustida vakuum paketligi bo'ladi. Menda olganimda hozir vakuum paketi yo'q ekan. Agar sizga ham shunaqa qiziq bo'ladigan bo'lsa, qadoq dizaynlari qanaqa ishlanadi, ishlash jarayonlari Xudo xolasa kuzatib boradigan bo'lsangiz, inshaalloh manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz.